Assalomu alaykum. Bugun sizlarga prikoshkalarni ko'rsataman. Do'konda narxlar bilan qo'yaman. Bir narxlar bilan bir ikkisini narxi yo'q. Narxi yo'qini kelib ko'rasiz xudo xolasa. Hop, like bosib, podpiska bosib, podpисчик turasizlar. Har hafta har xil narsalarni qo'yib, narxlar bilan qo'yib turibman. Kuzatib borsangizlar. Hop, birinchisini ko'rishingiz mumkin. Prikoshka. Buni eng ko'p odam eng qiziq oladi. 2 metr shuni eng kattasi biraz 2 metr, 2 tanasi bor. 2 metr. Keyin yana bir narsa ayting. Hozir bu yerda bor dizayni, bor rangi, lekin siz o'zingizga moslab, o'zingizning razmeridan qarab, endi har kimning giraverishi har xil-ku, qo'yajak yeri. Shu o'zingizga moslab ham qo'yib beramiz. Bu standartlar har xildan razmerlar ko'p-ko'pmiz. Lekin siz boshqacha dizaynda ko'rsangiz, ishining dizaynidagi qarindosingizda ko'rgan bo'lsangiz, ya internetda ko'rgan bo'lsangiz, ishingizdan kerakmi desangiz, muammo'ni ham qilib, razmerini o'lchab qilib beramiz. Siz xohlagan talabingizga qarab uzatib beramiz. Hisob-kitoblar. Xo'p, shu yerda raqamlar turadi. Raqamlar ursangizlar, ishingni o'yim razmeri, ya men o'yim shuda, kelib razmer olib ketinglar desangiz, shunday gaplashib olsangiz mumkin. Navol savollar bo'lsa o'zlari berib gaplashadi. Xo'p, birinchisidan boshlaylik 2 metr, endi 2 metr kupeli bo'ladi. Besh açaman. Bir polkali. Kengisi. Yani vişilke teyir üstüne toppa yine yakın narsadan koyarız. Ben teyinde yine küçük koyalım polkası. Bir an tarafı açık tarafı yine. Of, şu tarzda bulalım hani. Hop, keyin yine bir anda 2 tane kichkinasi bor. 2 xil qarasangiz bir o'ng tarafli, o'ng tarafda vishilkasi, buniki chap tarafda, o'ngni chapdan. Hop, buni pulni ko'rsam, pul yozilib turibdi. Endi 1.20 mana yana. Shuni 1.20 2.990.000 so'm aytilish bahosi. 3 bo'lib to'lash olsangiz mumkin. Oyina 1 milliondan to'lab olishingiz mumkin. 1 million berasizdan ikkitasiz, keyin 2 oyda 1 milliondan 3 million olsangiz mumkin. Lekin naqd pula qaytib beriladi. Albatta naqdga qaytiladi. 1.20 teylarında köşk koyan yeri. Ben de ikkan tarafı bayını. Polkeler. Keyin bunda bu sel başkaçak bir olarak bunu yeni. Yeni karang. Bununki 1.40'lıkın nasıl göstereyim. Pulu 3.600.000 so'm. 3 bölüp turasa 1.200'dan 3 bölüp to'lab olsangiz mumkin. Ya naqd puli 3.600'dan qaytiladi. Bunikilar uchun 1.40 desangiz, bunda oynasi bor adammi, yine. Oynasi tushgan. Xo'p. Görəsiz, bunu sel dizayni başqacha tepasında qo'yadigan vajlari bor. Buniki umuman dizayni başqacha. Lekin kichkinaroq kichkingan baribir. 1.20, 1.40. Xo'p, bunda endi bu stilni ko'rsataman. Buni ko'rib olasiz. Xo'p. Buniki razmeri 1.40, eni 5.280.000 so'm naqdda qaytiladi albatta. Agar 3 bo'lib to'lasangiz 1.160 dan tushadi ekan. Albatta naqdda qaytiladi. 400.000 so'm, 500.000 so'm, balki 600.000 so'm kelsangiz savdolashib olishingiz mumkin. Har qaysidan bir 400.000 so'mdan xudo xohlasa qaytib beriladi. Kelsangiz naqd pula. Teylarında kuch qo'yadigan, banda vishilka kamadim. Teyinda tortmasam bo'ladi. Bir keyin banda vishilka. Xo'p, xuddi shuni chap taraflisini, xuddi shu vajini o'ng taraflisi bo'ldi. Boshqa farq yo'q. Bu bayon tarafi o'ngda, yine buniki chapda. Keyin bunda yine bo'yi eng kattasi do'konda, yine bo'yi uzun. Eni buni hop boshda ko'rsatgan, eni 1.70, bo'yi 2 metr, mashina 220 mashina. 1.70, 6 million so'm naqd albatta qaytiladi. 2 million so'mni 3 bo'lib to'lasangiz bo'ladi. 3 bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Xo'p, buni depalari boyning, 2 eshiklisi, bir anda vishilkasi, bir yerdan vishilkali taraflari, teylaridan ham bor. Xo'p, keyingisi bu birinchi ko'rsatgan bor-ku. Shu birinchi ko'rsatganning yana bir xili bu. Sal boshqacharoq. Bunda shuni kichkina shoh qo'yilgan, unda yo'q. Tekiz. Birinchi ko'rsatdim-ku. Buni ham shu endi 2 metr kupeli, bir anda vishilkali, beri kupeli. Shuni ishlangan. Xo'p, narxi yo'q ekan, bu tarafdanlarni narxi yo'q menimcha. Narxini xudo xolasa do'konga kelsangiz aytib qaytib beramiz albatta. Tushuntiramiz hammasini.
Bunda ikki tanasi bor. Bunga ham xuddi shunday. Chatli taraf va o'ngli taraf ikkisi bir xil narsa deyarli. Sal farqlar bor. Endi dizaynga e'tibor bersangiz, oynasini usti, lekin naqshlar sal boshqacha. Buniki, buniki. Lekin umumiy olganda bir xil narsa. Prixoshkalarimiz shunday xili bor. Yana ban tarafda suvenirlarni har xil bo'lishini ko'rsatib bo'ladi. Vishilkali, ikki eshikli, chiroyli ishlangan, eng ko'p xodovoy deydi-ku. Xodovoylardan bir prixoshkalardan. Kelsangiz hamma tushuntiramiz, qaytib beramiz albatta, kelishib beriladi. Aytganimdek, siz xohlagan razmerda, xohlagan dizaynda buyurtma orqali albatta bo'ladi. Siz do'konga kelishingizni o'zi yetarli. Nomerlar bor, shu nomerlar qo'yib qo'yaman albatta. Shu nomerlarni ursangiz ham bo'ladi. Yo shu nomerlardan Telegramdan yozasiz. Hech kerak. Telegramdan vassasangiz, sizga shular hamma ma'lumotlarni beradi.